Sevgili dostlar, bugün sizlerle распаковка tushiramiz. Ya'ni lava Amerika sürpriz. Shu bilan endi videomizni boshlaymiz va bularni ta'miga lava bilan solishtiramiz va yangi chiqqan biskvit chiqdi Amerika sürprizdan. O'sha yaqindan chiqdi. Shunga qaramasdan do'konlarning hammasiga tarqatildi. Shuning endi bularning mazasini yeb bilib ko'ramiz. Qani unda ketdik. Do'stlar, hozir galma-gal ochishimiz kerak va buni birinchi bo'lib kim ochishini so'zlashga qilib bilib olamiz. Qani boshlaymiz. Sulifa. Yes. Xo'sh, birinchi bo'lib nima ochsam ekan? Amerika biskvitni ochib ko'ramiz. Shunaqa. Amerika sürpriz. Ochib ko'rish kerak. Xo'sh. Bismillah. Biskvitni qog'ozga. Xo'sh, qanaqadir tilak. Bu qanaqa tilak bildirilgan bilmaymiz ham boshli. Buni kezib, hozir tozalab olamiz. Do'stlar, hozir buni tozalab oldik va Maryam ismiga ekan. Maryam, ertalab soat 7 da uyg'ondi va kitob o'qi. Katta bo'lsang o'qituvchi bo'lasan. Maryam degan qizga. Endi buni mazasiga baho beramiz. Qani. Oy, yeb ko'ring. Bismillah. Davay. O'rtasidagi marmelad ekan, ha? Tam juda ham mazali ekan. Do'stlar, bu biskvitga men 10 dan 8 ball beraman. Biskvit ozgina yoqiladi. Sen necha ball berasan? 10 dan 9 ball. Siz necha ball berasiz, oyi? Biskvit yaxshi ekan, lekin ozgina biskvitdan anaqasi quruqroq ekan. Quruqroq bo'lib qopti. 8 ball beraman men. Oyi, ikkalamiz yetimiz bir xilda ko'rdinglar. Endi sani gal ochib qolganingni. Lava. Oldin lava bor. Bu suda ham ko'paydi. Bu kekslarga esa. Voy. Yaqinroq kameraga. Amerikan sürpriz bilan mazasini taqqoslab qo'yish kerak. Oldin mana shunaqa 4 ta qismini yig'ish kerak bo'lardi-ku. Puzzle ekan. Oy, olmayapti. Ikkinchi qismi ekan puzzle. Buni ham ancha bo'lib yemaganmiz. Давайте. Oy, men Amerikan sürpriz bilan mazasini taqqoslaymiz. Bismillah. Amerika sürpriz bilan pastga boshlagan. Bir xil emas, chunki anaqa bu sразу chilashiga bilan erib ketar ekan. Menga lekin mazasi yo'qdi. 10 dan 10 ball beraman. Necha ball berasan? Siz necha ball berasiz? 9 ball. Chunki Amerikan sürprizi vaflisi juda ham ta'mli ekan. Endi meni galim. Amerikan sürpriz ochib ko'ramiz. Xo'sh. Ham buni razmeri bor, kichkina shkop boyi. Xo'sh, chiqdi. Xo'sh, Sumaya ismiga ekan. Sumaya. Darslaringni vaqtida qilsang, eng zo'r universitetda o'qiysan. Sumaya ismiga ekan. Albatta. Shunaqa qilib hozir 3 ta. Yana ochib ko'ramiz. Ochib ko'r. Oy, mashina mazasini solishib ko'ramiz degan. Yeb ko'ring, buni ham. Bu lekin menga lava-lavani ham yoqdi. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. 10 dan 10 beraman men.
Buni ham Juda ham anaqasi mazali. ham achchiqroq ta'm bor-ku, shunaqa mazasidan bor ekan. Krem bor. Endi yana ochamiz. Давайте. Saniga deydi. Och. Saniga ni och. Adashib ketding, xuddi o'zi ochgandek. Biskvit ochib qo'yasan. Yana tilaklar. Qobillikka, sinfdoshimga. Sinfdoshimga. O'qisangchi ismi? Orif-ku? Orif sport bilan shug'ullan. Olimpiya Chempioni bo'lasan. Shunaqa. Endi yana ochib ko'ramiz. Xo'sh. Men lava ochib ko'rmoqchiman. Ochib ko'ramiz. Oldin shu lavadan bo'lib rosa omadim choparib ketaman. Biskvitidan ayniqsa. Keksidan. Har olganda 5000 shunaqa chiqardi. Xo'sh, endi puzzle. Yana ikkinchi qismi chiqdi, bir xil. Boyagi bilan bir xil. Ikkinchi qismi bu ham. Dav, endi sen ochib ko'r yana. Xo'sh, Yana qanaqa tilak chiqargan xo'sh. Qaysisiga? Odinaxon, darslaringni vaqtida katta bo'lsang, Mercedes olasan. Mercedes. Mers. Yaxshi mashina, lekin bizaniki bomba. Davay, endi yana men shu Amerika surpriz ochib ko'rmoqchiman. Anaqa bu Amerikan surprizda kartochkalarda ham bor. Bu televizorlar o'rniga sovg'alar qo'yilgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, notebook, soat shunaqa. Mana ham Odinaxon chiqdi. Odinaxon ismiga. Yana xuddi o'sha Mers. Ochib ko'rsam. Do'stlar, mana bor-ku, razmer kichkinalashgan bo'lsa ham, lekin qalinroq ekan. Lava. Samina. Segway. Shunaqa. Ikkinchi qism. Faqat ikkinchi qism chiqdi lavadan. Puzzle'ni ham ikkita chiqdi, ikkinchi qism chiqdi faqat. Ya'ni xo'sh, Amerika surpriz ochib qo'ydim. Xo'sh. Do'stim ekan. Do'stim, yomon ishlarni qilma. Sen eng zo'ri bo'lasan. Oxirgisini och, biskvit. Xo'sh do'stlar, bundan faqatgina pul chiqish emas, buni mazasi va pishi zo'r. Yeb ko'rasizlar olib. Bunda qanaqa deydi? Ism, familiya, millionerning biznes vizitkasi kartasi. Ism, Familiya va tug'ilgan yilimiz shunaqa bo'lsa kerak. telefon nomeri. Telefon nomeri ekan. Просто так chiziqcha ko'rsatganda. Krem bo'lib ketgan. Lekin ism, familiya, telefon ya'ni. Shunaqa. Birinchi marta chiqishi bunaqada. Sen o'zarsan. Do'stlar, mana shunaqangi уже vaflilarimiz. Bularni hammasiga bal berib chiqdingiz. Sizlar ham olib yeb ko'ringlar. Bitta bundan sovg'a chiqish emas. Hammani omadiga ko'ra sovg'a chiqishi uchun ham olib o'rmaydi-ku, mazasi yo'qsa olishadi. Shunaqangi mazasi zo'r ekan, to'g'rimi? Men tavsiya bergan bo'lardim, faqatgina pul uchun emas, mazasi zo'r bo'lgani uchun. Bunda sovg'alar chiqishda emas, hammani omadiga qarab, lekin mazasi bizga juda ham yoqdi. Menga biskvit yoqdi. Mashinaga biskvit yoqib qoldi. Menga vaflis yoqdi. Oy, sizga qaysi biri yoqdi? Kelasi ham yoqdi. Mazali tam. Menga ko'proq vaflis yoqdi. Yaqinda shikoyat yaxshi. Menimcha xuddi lavaga o'xshab. Birinchi vaflis chiqdi-ku,
Keyin keksi chiqdi, yana shokoladi chiqdi. Xuddi shunga o'xshab, menimcha Amerika syurprizim shunaqa ketsa kerak. Do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsanglar, like, podpiska, kommentariy yozishni unutmanglar. Hammaga xayr!